Zamonaviy dunyoda ijtimoiy tarmoqlar hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Qator platformalar orqali muloqot qilish, o'zimiz uchun muhim lahzalarni bo'lishish va axborot olish imkoniyatini taqdim etadi. Biroq bu texnologiyalarning afzalliklari qatorida ruhiy salomatlikka ta'sir qiluvchi va boshqa xususan firibgarlik kabi xavf omillar ham yashiringan. Termiz shahrida ana shunday firibgarlik holatlaridan biri aniqlandi. Muxbirimiz Shaman Aramova lavhasi shu xususda. Ayrim qo'shtirnoq ichidagi onlayn do'kon sotuvchilari internet orqali mahsulotlar sotishini aytib, fuqarolarning ishonchiga kirishmoqda. Bunday kiber firibgarlar xaridorga soxta mahsulotlarni ko'rsatib, qisqa muddatlarga yetkazib berishini va'da qiladi. Oldindan pul mablag'larini olib, so'ng ko'zdan g'oyib bo'ladi. Mutaxassislar bu kabi holatlar firibgarlikning eng keng tarqalgan ko'rinishlaridan biri ekanligini aytishmoqda. Ulardan biri 2024-yil 20-noyabr kuni Termiz shahrida yashovchi fuqaro bilan sodir bo'ldi. U Instagram ijtimoiy tarmog'ida mebel Pozakazu nomli kanalda turli xil ko'rinishdagi mebellar sotilayotganini ko'rib, sotib olmoqchi bo'ladi. Kanal egasi bilan bog'lanib, mebel buyurtma qilmoqchiligini aytadi. Fuqaro tanlagan mebel 12 millionligi va yarmini, ya'ni 6 million so'mni oldindan to'lov qilishini aytadi. Bu oldi-sotdini rasmiylashtirish maqsadida bank orqali soxta shartnoma ham tuzadi. Yarim mablag' o'tkazilishi bilan firibgar xaridorni bloklab qo'yadi. Fuqaro aldanganini tushunib yetib, darhol Termiz shahar ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan. Tezkor harakatlar natijasida Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, kiberxavfsizlik bo'limi va Termiz shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan mazkur firibgarlik holati aniqlandi va aybdor shaxslar qo'lga olindi. Hozirda Termiz shahar ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.